Assalamu alaykum qarindoshlar, Uyg'ur sog'lomlik kanaliga xush keldinglar. Bugungi mazmunni savol bilan boshlayman. Meydangiz itishamdi? Og'zingizga achchiq suv yonamdi? Tamoqdan keyin meydangiz og'irlashib, beyoramlik his qilamsiz? Undaq bo'lsa, sizning oshqozoningizning suyuqligi keyniga yonadigan bo'lishi mumkin. Bu deganimni tushuntirsam, mana bu rasmda oshqozonning ustiga qarab mang'an qismi qizil o'ngach. Biz yemeklarni yegandan keyin yutsak, yutqunchoq orqali qizil o'ngachdan o'tib, undan keyin bu oshqozonga keladi. Bu oshqozonning cho'ngaytib ko'rsatilgan ko'rinishi. Oshqozon odatda oshqozon suyuqligi, ya'ni hazm qilish suyuqligi ajratib chiqardi. Bu suyuqlik biz yegan yemeklar bilan aralashib, Andın bu oshqozonning bu kirish eg'izi yaxshi etilmagan sharoitda u chog'da keyniga yenish ehtimoli bor. Bu yongandan keyin qizil o'ngachga yonadi. Bu oshqozonning suyuqligi keyniga yonadigan bo'lishi mumkin dedim. Shu oshqozonning ichidagi narsalarning qizil o'ngachga yenishini ko'rsatadi. Odatda oshqozonning suyuqligining kislotalik darajasiga qarab baksak, buning kislotaligi 1 bilan 3 ning oralig'ida bo'lib, nihoyat kuchli kislotalik xarakteriga ega bir suyuqlik bo'lib, normalda oshqozon 2 litr, kuniga 2 litr oshqozon suyuqligi ajratib chiqarib, bizning yegan yemeklarimizni hazm qiladi. Navoda shu oshqozonning ishlab chiqargan kislotasining miqdori yetarlik ham kislotaligi kuchli bo'lsa, u chog'da uning bir necha xil alayidligi bor. Birinchisi bo'lsa, bu kuchlik ham yetarlik oshqozon suyuqligi oshqozonning kirish eg'iziga, bu eg'izga signal berib, uning ching etilib turishini saqlab turadi. Ondan keyin bu oshqozon suyuqligi kuchli bo'lgan chog'da oshqozon o'zi oshqozonni qo'g'daydigan qalin shinliq parda ajratib chiqarib, bu oshqozonning tomlarini, devorini qo'g'daydi. Undan boshqa yana oshqozonga kirgan yemeklardagi oqsilni hazm qiladigan pepsin degan enzimni bu oshqozon suyuqligi o'zi aktiv holatga keltirdi-da, o chog'da yemeklarni yaxshi hazm qilishga yordam bo'ldi. Hem oshqozonga kirgan mikrob va virus shundaqla zamburug'ga o'xshash mikroorganizmlarni mushtaq kuchli kislotalik sharoitda o'ltira oladi. Har xil mineral moddalarni va ba'zi vitaminlarni faqat mushtaq kuchli kislotalik sharoitda bu yemeklardan ajratib elib, uni badanga qabul qiladigan holatga akila oladi. Normalda oshqozonga kirgan yemeklik oshqozonda 2 soatdan 4 soatgacha atrofida turgandan keyin hazm qilinib bo'lib, bu 12 barmoq uchiga yo'lindi. Mana bu oshqozon 12 barmoq uchiga bu yoqqa yo'linib, undan keyin inch kuchay va cho'ng kuchay taraflarga mangdi degan gap. Unda bo'lsa, oshqozon yetarlik miqdorda oshqozon suyuqligi ajratib chiqara olmasa qanday bo'ldi desak, uni suyuqlikning miqdori ozlab ketganda qanday bo'ldi desa, albatta buning birinchi bo'ldig'ini pH miqdori, kislotalik miqdori tövrlab ketadi. Bu chog'da son yuqorilab mangdi, 4 dan 6 atrofida. Bu tövrlagandan keyin buning kirish eg'izi ichilib ketadi. Oshqozonning kirish eg'izi yiplanmay qoldi. Undan keyin oshqozonning oqsilni hazm qilgan enzimni aktivlashtirdi dedik emasmi? Oshqozon kislotasi bu tövrlab ketgandan keyin u enzimni harakatga keltira olmaydi. Shuning bilan yemeklar oshqozonda hazm qilishni saqlab, oshqozonning ichida turadigan vaqtda uzrab ketadi. Chunki oshqozonga kirgan yemeklar oshqozon suyuqligi bilan ilishib bir xil bo'tqa holatga kelishi kerak. Unda bo'lmagandan keyin buni saqlab, shunda bo'lishini saqlab uzoq turib ketadigan gap. Yana birga shu tomoq yeganda to'xtamay suv ichadigan odat bo'lsa, uni o'zgartirish kerak. Chunki bu oshqozon suyuqligi ajratib chiqarib, bu yemeklar aralashtirman deb aldirash holatda tursa, biz unga suv ichib, bu oshqozon suyuqligining miqdorini, ya'ni quyuqligini ozlatib o'tamiz-da o chog'da. Unda bo'lgandan keyin bu oshqozonning hazm qilish bo'lgan besim eshib ketadi. Texamji oshqozon suyuqligi chiqarishim kerak deb bu oshqozon zo'riq ishlab ketadi. Shunga tomoqning
tamaq bilan suvni ko'p içmeslik kerak. Amalımız tamakni yap bulup, arlıqdan bize vaqt ötkendikin, andikin yarım saat ötkendikin, andikin usuzluq qıssanlar muvafiq buldu. Yuqorida so'zlaganimizdek, oshqozonning kirish yig'izi hem etilmasa, hem yemekliklar oshqozon ichida turish vaqti uzrab ketsa, bundaq bo'lganda odam ingishsa yoki yotgan chog'da, ig'ir narsalarni ko'targan chog'da bo'lsa, og'ziga achchiq suv yonadigan ahvollar ko'rildi. Ba'zida ig'irroq bo'lganlarda yegan yemekliklarni qo'shilib og'ziga qaytib chiqishi mumkin. Hem shundaqla qo'saq ko'padigan, kekiradigan, ko'ngil ilishadigan va ishday tutilgan ahvollar ko'rildi. Davomliq unda bo'lsa oshqozonning suyuqligi eg'izga yonsa qanday oqibatlar keldi desa, dedik oshqozonning suyuqligi kislotalik bu ustiga yenivasa, albatta bu qizilöngechning ipteliya hücre qaviti kislotalik muhitda yashashga moslashmaydigan bo'lg'achqa zaxmlandi. Bu chog'da keyingi suv yongan chog'da meyda içişidigan, ig'irroq bo'lganlarning meydasi og'riydigan ahvollar ko'rildi. Bu davomlashaversa, bu qizilöngechning ichki qismidagi hujayra qavatini o'zgartib, yomonlashsa, uzun yil o'tgandiki demakchi, rakka yoki o'smaga o'zgarishi mumkin. Odatda oshqozonni og'riganlarni oshqozon aynigi bilan tekshirish ilib berildi. Buni og'izdan silib, kichik aynak var ama uçuda bu oshqozonning ichini tekshirish ilib bordi. Navoda shunda oshqozonning suvi keyniga yenib, oshqozonning qizilöngechning ostonqi tarafi zaxmlangan bo'lsa, bu aynakda buni ko'rildi. Mana bu rasmga o'xshash o'zgarishlar bo'ladi. Bu oqish bo'lgan tarafi şu normal qizilöngechning ichki qismi va qizirib ketgan bu xuddi shalvarab ketgandek turadi, bir xil ko'ygandek shu oshqozonning kislotalik suyining ta'siriga uzun muddat uchraganda ashtaq yara holatda bo'lib qoladi. Bu yomonlashaversa, albatta boshqa shu yomon sifatli bo'lib ketish ehtimoli nihoyat yuqori. Oshqozonning hazm qilish suyuqligi kam bo'lsa, qanday alomatlar ko'rildi? Bu to'g'riliq alomatlarni bir oqir so'zlab o'tildik. Buning asosliq alomatining birisi mayda ichishish. Chunki achchiq suv keyniga yongandan keyin albatta maydasi ichidi, ig'irroqlarni og'riydi, ham ishtihosi tutildi. Bo'libmi go'sht turidagi oqsil yemeklarni ko'rganda yegisi kelmaydigan ahvollar ko'rildi. Ikkinchisi esa qo'saq ko'pish, chash tushish va tirnoqlar nepizlab oson sunish qatorli ahvollar ko'rildi. Bu qo'saq ko'pish bo'lsa, oshqozonga kirgan yemekliklar yetarli hazm qilish suyuqligi bo'lmagandan keyin oshqozonda turish vaqti uzrab ketish sababidan ko'pib beyaram bo'ldi. Undan boshqa har xil mineral moddalar va ba'zi vitaminlar faqat kislotali kuchli sharoitda yemekliklardan yaxshi ajratilib, badanga qabul qilindi. Bu kislotaligi kuchli bo'lmaganligi, oshqozonning suyuqligi yetarli bo'lmaganligi, bu hazm bu minerallarni qabul qilolmaydi. Bu sababdan kelib chiqadigan alomatlar ko'rilishga boshlaydi. Masalan, chash tushish, tirnoqlar oson sunish degandek. Undan boshqa yana shu har xil mineral moddalar kamchilik sababidan boshqa yana nurg'un alomatlar ko'rildi, yerish, o'zini ruhli his qilmaslik degandek, ham har xil yemekliklarga bo'lgan sezgirligi eshib ketadi. Qanday bir xil yemeklarni yesa, xuddi oshqozonlari hujayralar ko'taramagandek rahatsiz bo'ldi, ko'ngli ilishidi, ich surdi, ba'zilarda ich qetib qoldigan degandek har xil beyaramchiliklar yuz berdi. Oshqozon suyuqligining yetishmasligining yoki ozlab ketishining sababining birinchisi besim yoki jiddiylik. Adam o'zida besim yoki jiddiylik his qilgan chog'da ishtiy tutildi. Bu chog'da oshqozon va uchayning harakati ostilaydi ham oshqozon uchaylarining hazm qilish suyuqligi ajratib chiqarilishi odatga qaraganda ozlaydi yoki bo'lsa to'xtaydi. Undan boshqa
yaşның çoğayışıga, ergişip aşqazanның həzm qilish suyuqluq ajratib chiqarishi azlab mağdı, jildan jilga azlab mağdı degan gap. Bu vaqtlarda yuqorqidek alomatlar ko'rilsa, davolashda aşqazan kislotasini azaltadigan yoki uni kesadigan dorilar qo'llanadi. Yani shundaqla ko'p yoshlarning tamoq yeb bo'lib hazm qilishga foydasi bor deb soda suyini ichishini ko'rgan. Bu masalan oshqozon kislotasini kesadigan dori yoki soda suyini ichgandan keyin odam biza rohatdek his qilgan bilan amaliyotda bu oshqozonning shu yukini og'irlashtiramiz. Undaq bo'lsa, bu oshqozon suyi azlab ketsa, yoki jiddiychilik sababdan bo'lamdi, yoshning cho'ng'ayishiga ergishib bo'lamdi, azlayotgan bo'lsa, qanday qilamiz desa, albatta turmushdagi besim va jiddiylikni to'g'ri bir taraf qilishimiz kerak. Buni demak oson, lekin amalga oshirmoq tez. Shundoq bo'lsa-mu, hammamiz o'zimizning sharoitiga masalda xizmat, dam olish va badan chiniqtirishni muvofiq o'rlashtirishimiz kerak. Uningdan boshqa sinab beqishga bo'ladigan iqtisod talab qilmaydigan bir usul bor. Bu bo'lsa-mu olmadan yasalgan sirka, ya'ni olmaning achchiq suyi. Uning kislotaligi shu olmaning achchiq suyining 2,5 bo'lib oshqozonning muhitiga mos keladi. Bu oshqozonning muhitiga mos keladigan ham tabiiy kislotani to'liqlay oladi ekan. Bu endi kislotalik bu oshqozon kirganki, oshqozonning kislotalik yuqori ko'tarilgandan keyin albatta oshqozonning kirish og'zini ching etib, mayda ichidagi ahvollarga nihoyat unumli foydasi bo'lgandek bo'ladi. Buni odatda ichgan chog'da o'zini tomoqlarga, masalan, suv-qo'shqa yoki muz tugurlar bilan yesak, ishlasak bo'ldi. Undan boshqa kunda bir stakan suvga kichik qo'shiqda, nihoyat kichik qo'shiqda bir qo'shiq yoki 1,5 qo'shiq atrofida shu stakan suvni ichiga quyib ichsa, odamlik ishkisi keldi ekan, bo'lmasa bek achchiq ekan bu. Shu ashtaq kunda bir stakan suvga ashta ichib olsa, buning foydali tarafi nihoyat ko'p. Bugungi foydali tarafi faqat shu oshqozonning kislotaligini yuqori ko'tarishga yordam bor. Andikin shu mayda ichish, ko'ngil ilishish degandek, shu oshqozonning suyi keyniga yenish sababidan bo'ladigan shu alomatga foydasi nihoyatda 90% dan yuqori foydani, manfaat beradi. Shuning bugungi foydasi faqat shuni so'zlayman. Inshaalloh keyingi boshqa programmalarda buning olma sirkasining mushta ichib olsa badanga qanday foydalari borligini uni ayrim bir qilib so'zlash kerak. Chunki bu bek vaqt egallaydi, uni bu yerda so'z bo'lmaydi. Bundan boshqa yana olmaning sirkasini ishlatgandan boshqa yana shu oshqozonning o'zining shu oshqozon kislotasi azlab ketdi deydi-ku, shu kislotaning bundaq tablet shaklligisi bor. Buning ismini betaine hidroklorid deydi. Buni odatda setib olib, navada achchiq suvni ichmayman desa, shuni tabletkasini o'zini ichib ko'rib baqsa bo'ldi. Bu ikki usulning ikkilisi u xatiri yo'q. Chunki oshqozon suyuqligi hammamizda bor narsa, uning xatiri yo'q. Lekin oshqozonda yarasi bor, oshqozon yara borlar bo'lsa, buni u vaqt qo'llanmay, yara saqaygandan keyin qo'llansa bo'ldi. Shunga oshqozonda yarasi bor qarindoshlar bo'lsa, buni ishlatmay, avval yarini davolash kerak. Oshqozonning suyi keyniga yenish to'g'riliq oddiy o'zimiz uyda qila oladigan usullar doktorga berish ketmaydi. Turmushda jiddiychilik yoki yoshning cho'ng'ayishiga ergishib bo'layotgan ishlar bo'lsa, sinab baqsanglar bo'ladigan oddiy usul. U achchiq suvni har qanday yerdan topqili bo'ldi. Ham qimmat emas, sinab yiqinglar. Chunki mening maqsadim faqat shu oddiy usullar bilan o'zimizning tan sog'lomligini yaxshilash, doktorxonaga berishning oldini olish ne maqsad qilgan. Shuni sinab yiqinglar, inshaalloh foydasi bo'lib qolsa. Yangi mazmunlar bilan ko'rishguncha Allohga omonat bo'linglar. Xayr xo'sh.